Сразу пастga qarayapsizmi? Men ertalarni ko'rdim. Yoting. Sizni Qachondan beri ishlamayapsiz? 2 yil apreldan beri. Ha? 2 yil bo'ldi. Avariya bo'lmaganmisiz? Yo'q. Pastga qaratyapsiz. Pastga. Qoringa yotqizasiz. Qoringa yotqizasiz. Nima bilan qamayapsiz? Oq bo'yatib. Nasib ko'rdingmi? Kefir ochildi, Kefir ochildi. Kefir pastga qarating. Qoringa. Bundaqa jo'mbosh. Pastga qoringa yotqizasiz. Ha, qoringa yotqizing. Qoringa yotqizing. Qoringa. Qanaqa operatsiya bo'lgansiz? Shu suv oldirdim. Suv oldirdimi? Nimaga? Ay, suv yig'ib Ha? doktorlar suv yig'ilgan dedi. Pampersdamisiz? Oo. Nasıl üşenmeydimi? Üşenmeydi. Oyog'inizda og'riq yo'qmi? Yok, ağır boğucuydu. Gay vakti cazdan, içki taraftan cazılday burada. Arka taraftan. Oyog'ingiz og'rib turadimi? Kevat oruydu, gay vakti ormaya kadar. Og'riydimi oyog'ingiz? Ha? Siz nima? Atabek. Otabek? Anaqasi üşenmeydi, sizdagi üşenmeydi. Yok yok. Bu qachondan boshlandi bu narsa? Öğürler Grijan vardı bir de. Ha. Bundan 2012'de, 2013'te. Grijan vardı bir de. Şu belim ağrı çıktı, şu ilk sıra var. Şu çap tarafım, kup ağrı çıktı. Ham bir götüren koyup, kelleme karıp cızıllap bir çıktı. Yok falan. Otabek deysizmi? Allah. Otabek, ozgina deysiz hop. Men sizni hozir 5 ta minutga ochib qo'ymaydi, ketaverasiz. Keyin oradan vaqt o'tgandan keyin o'zgarish bo'ladi, siz xudo xolasa naqsi, keyin kelsangiz yana ishlaymiz, hop. Bo'ladimi? Bo'ldi. Bir oydan keyin bir oy kutamiz-da, bir oy, bir yarim oy kutamiz, hop. Bo'ladimi? Ozgina deysiz, hop. Kiçenağımdan biri oraydı. Nima qiladi? Belim varan, kiçenağımdan biri, kulakım var. İlk seferden bir koymaydım ya. Daqqami? Sizde 2022'den beridir. Yotardı to'g'rizamiz. Bu oyoq o'zgan oladi. Otabek bo'sh kun ekan. Bo'sh kun. Chap oyoq ishlamaydi. Ha? Chapi ishlamaydi. Oyog'ingiz og'rib turadimi? Hava. Ha, bo'ldi. Tomirlar tortib Tomirlar. Turkmaniston qayerdan? Kıytında. Levat. Qayerdan? Levat. Kıytında. Ketdami? Kıytında. kuytenda. Ha. Ko'kdan taldingiz biz. O yerda men Turkmanistonda xizmat qilyapman-da. Hozir Ashxobodda. Ashxobodda. Mari, Tejin, Kushka, Kilita hammasini bilaman-da. Hammasini Ashxobodda xizmat qilyapman men. Biz bu yoqda Surxondaryo yaqinda. Ha. Yozib aytaman-da. Qo'rqmang. Bo'ldi, chiqing, bo'ldi. Otabek bo'sh kun, chiqing, obazgina. O'zim mush tutyapti. Ha? Yaxshimi? 3 minut chidaysiz, hop. Bo'ldi. Oyog'ingizni berdimi? Yaxshimi? Bo'ldi, boshqa. Mana qarang. Mana oyog'ingizga qo'yib yubordim mana. Oyog'ingizni qo'yib yubordi. Biraz yumuşak gitti ayaklar. Ha, oyog'ingizni qo'yib yubordi, sraz bilindi hozir. Tozingiz pastga shoqqib tushdi-da hozir. Yaxshimisiz? Yaxshi. Qo'lingiz aylamadimi? Yo'q. Otabek, endi boshqa bitta oladigan joy bor. Ha, bo'ldi, oyoq yana ko'tarildi, ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Ko'tarildi. Bu yaxshi bu. Yaxshi. Bu juda ham yaxshi. Otabek endi bitta chidingiz hozir endi tushadi yana pastga, hop. Hozir pastga tushadi, hop. Ko'rdingizmi? Mana ko'tarildi. Yaxshi. Bu nerv ishlayapti degani. To'g'ri? Yaxshimisiz? Xudo yaxshi bo'lib ketasiz. Mashqqa kelgingiz keldimi, Otabek? İlk seferden beni koymaydım. Bo'ldi, tashlab yubordi, bo'ldi. Ağırmıysan. Ya, mayli, Allohning mehribonchiligi, voy, bilasizmi? Boshqa hozirga mana yaqinda Surxondaryoda bitta yigit keldi, 26 yoshmi, shuna bola. Ana o'shanga doktorlar yurmaysan degan. O'tgan noyabrda kelgan. Yurib turshi bola mana. Ko'rdingizmi? Allohning mehribonchiligi-da. Videosini ko'rdim. Ko'rdingizmi? Xuddi sizga o'xshab yurmagan ham. Xuddi sizga o'xshab aka. Siz hamma namozni videomiz katta yotar, shu yotgan yerda. Bo'ldi. Aşağıda muhlisiniz var mı? Bo'ldi. Xudo xolasa, do'da, erinmasdan shu bir oy bilan ham o'tsa, ozginacha oyog'iga 1% jon kirsa ham bu zo'r. Yaxshi bo'lib ketadi. Faqat kutamiz ozgina. Bo'ladimi? Bo'ldi. Tak, endi Otabek. Endi bo'sh qo'ying. Men sizni ko'rdim. Hayat men arkamda biraz koyulgan. Yo, men tinmayman. 12 numarangizni telefon qildik. Qayerga? 02 Yo, ishlamaydi. 02 12 ishlamaydi. Araştınız dedi.
Başka quyilgan aqling? Nomeringizni berib Ha, qo'ysangiz. o'rga shura bildiradi-da. Başta boringlar. O jirama birga. Ha, boshqa. Turgan vaqtda. Boshqa. O'tay boshqa. Nima dori ichdingiz? Nima dori ichdingiz deyman? Yo'q, bor chiqamiz. Dori ichmaysizmi? Sizlar yon dori hid kelyapti, bora. Bo'ldi. Suv ichdi. Ha, sushdimi? Bo'ldi. Otabek, Alloh nasib etsa, Aha. siz bilan bir oy, bir yarim oylarga uchrashamiz. Bo'ldi. Bo'ladimi? Bo'ldi. Bo'ynimda Yo'q, bo'yinga xos demay turamiz. Shoshmang. Ana otdan oldin qaramani qo'ymaylik-da. Aha. Ozgina sabr qilib turasiz. Bo'ldi. Kutamiz, xo'p dada? Bo'ldi. Bo'ladi shaxsi? Bo'ldi. Bo'ladi. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Turing bo'ldi, yotirasizmi? Turing, turing. Turing sekin. Shularlarmidi? Ya, xudo xolis. Oyoq, Oyoqni kuch qolmay qolganda. yo hozir qanaqa kuch qo'yadi paydo bo'ldi sen? Ha? Bo'ldi? Ko'rdingizmi? Ha, yurib ketadi ham bu. Rost aytdimi? Rostdan. Bir kishilardan biri shu og'riqdan, bel og'riqdan ana olib ketdim-da. Hali yurib ketasiz, ko'rasiz hali. Otabek ishoning, men pamperslaringizni ham tashlab yuborasiz. Rost aytdimmi? Tashlashim. Bu narsadagi-chi, mana qarangda, mana ko'pchilik mana videolarda ularda bo'ladi, bu negativlar yozadi-da. Mana voy, mana kattadan pampers bu narsaga katta ketib olmaydi-da. Mana. Ha, bo'ldi. Mana ishdan gap qo'yib qo'y. Bo'ldi. Bu Bu narsaga qarang, Suv yig'ib qo'y. agar bu og'riq ichida bu suv oldirdim-da. Birinchi suv joz og'riqcha suvga bildirib ketdi. Shu belim yomon ko'timni yoqladidan. bo'ldi. Otabek, mana bunaqa qilamizda hozirda. Siz bilan 1,5 oydan keyin 1 oy, 1,5 oy o'tsa, ozgina oylaringiz jon kirishni boshlasa, xo'p, tiklanishni boshlasa uchrashamiz. Bo'ladimi shu Otabek? Bo'ldi. Sog' bo'linglar. Turkiyada tarlada ishlash kunda bo'lganmi? Endi bo'sh qo'rsinlar, qo'llardan kelsa borib yurg'izing, qo'llardan kelsa. Hozir oyog'ingizga jon kirdimi ozgina? Bo'ldi. Yaxshi bo'lib ketasiz, Otabek, xudo xolis. Endi men ota bunga yordam bering. Siz